Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari va tasodifiy tomoshabin. Mana men sizlarga hozir qanday qilib boshqa telefonga ulanishni ko'rsatib berib o'taman. Buning uchun bizni so'zlarimizni diqqat bilan quloq solib, o'tkazmasdan ko'rishingiz talab qilinadi. Mana Play Marketga kiraman. Buning uchun bizga kerakli bo'lgan ilovani topish uchun qidiruv degan joyini bosaman. Mana bu yerda qidiruvga yozaman. Parental Control App mana chiqdi. Android Parental Control degan programma. Bu programmani to'liq ishlatib ko'rsatib bera olmayman, chunki sizga o'zingiz qilishingiz kerak bo'ladi. Bizga ikkita telefon kerak bo'ladi. Shu programmani hozir o'rnatamiz mana. Shu programmani o'rnatganimizdan keyin sizlarga yaxshi tushuncha berib o'taman. Bu programma orqali qayerda ketayotganligini va nima ishlar qilayotganligini va o'sha kuzatmoqchi bo'lgan odamingizni old kamerasi, telefonining orqa kamerasi, ekranini boshqarishingiz ham mumkin. Telegram, WhatsApp va boshqa ilovalarga kirayotganligini, qanaqa SMSlar yozishayotganligini hammasini kuzatsa bo'ladi. O'zi bu programmani asosan tub mohiyati yosh bolalarni ota-onalar nazorat qilish uchun ishlatilgan. Lekin biz buni boshqa sevgilingizning telefoniga установка qilib ham uni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. E'tibor berib, yaxshilab quloq solsangiz tushunib olasiz. Mana o'rnatdik, shuni tortamiz. Android Parental Control degan yozuv chiqyapti mana. AirDroid ekan, AirDroid Parental Control. Va bu joyga Google dan registratsiya o'tishimiz kerak bo'ladi. Google da bosamiz. Buni bosamiz. Qabul qilishni bosamiz. Mana sign in bo'lyapti mana. Mana bu yerda aytayaptiki, ingliz tilini tushunmaydiganlarga tushuncha berib o'taman. Full device is this. Bu kimning qurilmasini deyapti. Mine deyapti, meniki. I will use it to manage my child's device deyapti. Meni bolamni telefonini nazorat qilish uchun kerak bo'ladi. My child's, meni farzandimni deyapti. I want to surprise this device deyapti. Mana shu birinchisini bosamiz, tepadagisini va bu yerga I agree ni bosamiz. Mana bu joyda mana shu kod bor. Mana shu kodni terib turib, kirib ko'rib olsangiz ham bo'ladi. Shu kodni nariga telefondan skaner qilsangiz bitta app ochiladi. O'sha yerga bu o'zi sizni kuzatmoqchi bo'lgan, ishlatmoqchi bo'lgan telefoningiz. Nariga telefondan QR kod skanerni ochasiz. Mana bu yerga ko'rsatib berib o'taman. Telefon ekranini shunday tushirsangiz mana bu joyda mana bu yerda skaner degan nimasi bor. Mana skaner mana bu yerda turibdi. Shu skanerni bosib ekranda o'sha nimani skaner qilib olsangiz kerak bo'ladi QR kodni nariga telefondan. Skaner qilganingizdan keyin sizga shu narsalar to'liq ochiladi. Ochilgandan keyin bitta link hosil bo'ladi. Shu linkdan siz to'liq yuklab olasiz shu narsasini, bitta programmasini. Avtomatik yuklaydi o'zi. Keyin yuklab olgandan keyin o'sha yerga kirasiz. Kirgandan keyin elektron pochta ro'yxatdan o'tasiz. Keyin haligi bu joyda ko'rsatgan mana bu narsani skaner qilib olasiz yoki pastdagi kodni kiritasiz. Pastdagi kodni kiritsangiz, albatta sizni narigidagi programma shunga bog'lanadi. Keyin sizda yana bitta muammo hosil bo'ladi. Qanaqa muammo? O'sha programmani qanday qilib ko'rsatmasdan yopib qo'yish mumkin bo'ladi deysiz. Birorta ko'p ilovalar ichiga shuni bildirmasdan qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Tushuntiradimi? Xo'p. Mana shu narsalarni sizlarga tushuntirib bermoqchi edim, do'stlar. Boshqa telefonga mana shunday qilib bog'lanib, undagi SMSni, navigatsiyani ham mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda hozir mana parental
Android Control deb yozsak, rasmlarni bitta bossak, bu yerda mana hamma narsasini o'zi tushuntirib aytib qo'ygan joylari ham bor mana Google'larda mana. Mana farzandi nima qiladi, lekin bizga shu orqali boshqa odamlarni ham nazorat qilib turish mumkin bo'ladi. Sevganingizni yoki xo'jayiningizni bo'lishi mumkin misol. Sizga xiyonat qilyaptimi yo'qmi aniqlab olish uchun kerak bo'ladi, isbot qilish uchun kerak bo'ladi shu narsa. Agar videomiz yoqayotgan bo'lsa, do'stlar, like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmanglar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Like bosib qo'yinglar, iltimos.